alaykum aka, yaxshimisiz? Yuring sipaga. Nima deyapsan? Keling. O'zim gaplashib olaman. Nima deyapsan? Chiroyli bo'lsa. Men oldingi telefon olgani keldim, to'g'rimi? Qo'l ko'tarish kerakmi shuncha? Nima qilish kerak? O'tirdim o'zim. Ahvolingni qara, oldimga chiqib kelganingni. Nima qilganman? Odamga o'xshab chiqmaysanmi? Xo'p, men dedim shu, sizga nima sotib bo'lmaydi telefon? Harmonni gapiring nima? Ko'rsangiz ko'ringda oling narmani, unaqa menga unaqa gapirmang. Sen o'zingni bosso. O'zbekiston bir burchigiga chaqirgansan o'zi. Menmi kim bu? O'zimman. Orqalari sinib yotibdi. Sinsa nima qilayman? Sal chiroyli gaplashdim. Nechi kodi? Kodi 22. Guli, qarovor. Kimga chaqiryapsan? Ana olib berib. Bu kredit ekan-ku. Kredit emas bu. Kredit bu. Kredit emas, oladigan bo'lsangiz oling, aka, asabni buzdingiz, to'g'risi. Bu kredit bu. Nechi pul bu? $1000 ga beraman men. $1000? Ha, undan uyoqqa tushmayman. Men chakingni uraman mana shu telefon bilan hozir. Aka, $1000 ga beraman. Chakingni uraman aka, nomi. to'g'risi. Nechi pul olasiz oxirgina? Orqalari sinib yotibdi. Sinsa ham farqi yo'q, aka. Kreditdan ochtirib berasanmi? Bunaqa telefon sotish mumkin emas o'zi, bilasan-a? Xo'p. Bo'ldi. Qayerdan olgansan? Olganman-da, ish qilib. Bo'ldi. Nechi pul? Bo'ladigan aka 800 beraman, bo'lmasa bermayman. Menga qara, 400 beraman, menga o'tdi telefoning. Hozir boramiz, to'lovini qilasan, ochtirib berasan. Uzr so'rang urganingiz uchun, hey. Menga qara, menga tiklanma, mazangni qochirib qo'y.